hörmətli anlıqçılar, yazğıcı Habibulla Ablametning mərhum liderimiz Məsud Sabiri Bayquzining ömür musafisiga bag'ishlab yozgan Məsud Apandi nomli tarixiy romanni anglitishni boshlaymiz. Ovozda Hör qiz Baytash. Məsud Apandi o'zlarining turmadan qo'yib berilishining sababi Yang Zingshinning o'limi bilan munosabatli ekanligini o'qib, Sharqiy Turkistonni ozg'ina askari kuchi bilan 16 yil idora qilgan va Mingoning dastlabki yillari butun Xitoyda, Sharqda Yuan Shikai, G'arbda Yang Zingshindan iborat ikki nochi bor degan gaplarning tarqalishiga sabab bo'lgan bu zotning o'z odamlari tarafidan qatl qilinganligiga ajablanib ketmadi. Ammo o'zini 3-chi qatim so'roq qilgan chog'dagi Yang Zingshinning taqturqini va uning o'zini salomat tutib turib qilgan so'zlarini yodiga oldi. Yang Zingshinning qordek oqargan uzun soqollarini silab turib, go'shlik yuzidagi xuduksirashlarini hech yoshirmay, hatto xuduksirashga sabab bo'lgan sabablarni yoshirmay, Məsud Apandiga to'ngchisining tarjimonlik qilishi bilan mundoq so'zlarni qilgan edi. Avliyo azam Kunzi hazratlari aytidurlarki, bir so'z qarorni, bir tuyg'u hayotni bir kishi seni o'zgartiradi. Shug'unisi, mana men shaxsan oldingizda yolg'iz turibdiman. Bugungi suhbatimiz siz bilan bo'lgan eng oxirgi suhbat bo'lib hisoblanadi. Shu vajidan bugun qilgan so'zlarim sizning qaroringizni o'zgartishi, bugungi ta'sirotlaringiz hayotingizni o'zgartishi va men sizni o'zgartishim mumkin. Agar undoq bo'lmay, tam aksicha bo'lganda, sizning bundan keyingi hayotingiz zindonda o'tadiganligi muhaqqaqdir. Siz o'qigan ham jahon ko'rgan odam. Gap so'zlaringizning o'rami bor va masalalarni bayqash va uni bartaraf qilish usulingiz o'zgacha. Shu vajidan siz jahonni va bizni tushunasiz. Ammo sizning xalqingiz bizni, biz sizlarni tushungandek tushunmaydi. Yo bizning tariximizni, yo tilimizni, yo falsafamizni bilmaydi. Hatto bilishni xohlamaydi. Mana bu sizlarning ojizligingiz. Mushu sababdan men Xinjiangning har qaysi viloyatlariga Shotang nomli maktablarni ochqizdim. Bu maktablar orqali bizni sizlarga tunishtirishga va Kunzi hazratning ta'limotlarini darsliklarga kirgizishga, shuning bilan birga yana butun Jungoning tarixi so'zlanadigan darslik kitoblarni tuzgizib, dars qilib o'tishga yo'l yo'riq berdim. Mana shundoq afzalliklar tursa, sizning yana o'z oldingizga maktab ochib, texmo bizdan yiroqlashishingizning vaji zodi nemikin? Kunzi hazrat aytidurlarki, qurolsiz turib qoplonga hujum qilmoqchi bo'lgan, qiyiqi yo'q turib daryodan o'tmoqchi bo'lgan va o'ladiganligini bilib tursimi, hech qayg'urmaydigan odamni yenimda billa ilib mangmayman. Mening bilan yo'lga chiqqan kishi javobgarlikni ustiga elishni biladigan va tuzigan planlarni mamnuniyatlik bilan amalga oshirishga tirishadigan kishi bo'lishi lozim. Demakki, siz jahonni va bizni bilgandek o'z xalqingizni, hatto o'zingizning kuchining qanchalik ekanligini bilmaydigandek qilasiz. Mushunchalik to'van saviyadagi xalqni hukumatga qarshi kuch kiritib, hech qanday bir ishni boshqa ocha olmaysiz. Siz ochgan u maktablardagi o'quvchilar isyon ko'tarib qon to'ksa, buning javobgarligini siz ustingizga oladiganligingizni o'ylab ko'rmadingizmi? Biz chegara rayonini qo'g'dashda sizdek bilimli kishilarga ehtiyojimiz bor. Va bizning maktablarimizda yetishib chiqqan qobiliyatli yoshlarga ehtiyojimiz bor. Agar bizning maktablarimizni va ma'muriy hukumat o'rinlarimizni qo'llab-quvvatlab xizmat qilsangiz,
Sizning kelgusi istiqbolingizning parlaq bo'lishiga men kepillik qilaman. Siz g'arbning madaniyatini emas, sharq madaniyatini ulgi qilishingiz kerak. Men sizdan bizning madaniyatimizni ulgi qilib, Şinjan xalqining ma'naviy madaniyatini yuksaltirishga kuch chiqarishingizni umid qilaman. Bilishimcha, siz tibbiy ilmni o'qib qolmay, yana maxsus tabiiy fanni o'qigango deyman. Şoğunisi obdan bilisiz. Algıbrada ma'lum sandan noma'lum sanni chiqarish talab qilinadi ki, hergiz noma'lum sandan ma'lum sanni chiqarish talab qilinmaydi. Şu vəciden heç bir zaman bolmağan və bundan keyin bolmaydigan naməlum işlərinin arqasında yürüb, onun da nəticəyə erişimən dəb, özünüzün istiqbalını öz qolunuz bilən görgü kömmən. Әне şu çağda Yanzınşinning qilgan sözlərini aldırmay tərcümə qilgan Tongchining gepiga quloq salgan Masud əpəndi, bu qeyri tulkining bu qatim oldingi 2 qatimliq so'roqdagidek o'zining haybisini ko'rsatib, tahdid qiladigan va o'zining birinchi darajalik dushmani sifatida muomala qiladigan pozitsiyasidan birdil yenib, so'roqning shaklini suhbat shaklida elib berishning maqsadini obdan tushungan edi. Biroq ta hozirgacha o'zini tushunmagan va tushungan bo'lsa-mu, tushunmas qiyofatga kirib olgan bu yeshi 60dan oshgan bo'lsa-mu, qaddi texi pukilmagan harbiylarga xos jasorat va Xitoy amaldorlariga xos quvluq, shumluq üstü beshidan to'kilib turadigan Yang Zhenshinga qarab mundaq javob qaytargan. Gerçi siz o'zingizni bizni tushunadigan avliyodek chog'lig'ingiz bilan amaliyotda bizni hech tushunmaysiz va hatto atrofing'izdagi odamlaringizni tushunmaydigan o'xshaysiz. Darvaqa takabburlik odamning ko'zini ko'r, zehnini gal qilib o'tadi. Siz Abayatın so'zlarini naql qilib, ko'kka ko'targan ko'ngzini mush zaminda tug'ilib, mush zaminning osh tuzini tetigan Libay mundaq masxir qilgan ekan. Asli men cho'bagligining talvisi. Qiqinostek naqshi to'lab, kuliman kungfuzidan. Ta bugunga qadar hech qandaq bir shaxs ko'ngzi to'g'risida bir jumla masxirlik so'z qilishga jasorat qila olmagan. Ammo Libay qilgan. Nima uchun? Chunki u yaylaq millatlarining jasur, qo'rqmas hislatlarini o'ziga mujassamlashtirgan shoir. Siz ko'zga ilmagan biz qadimdan tortib yaylaq bo'rilarini o'zimizga ulgi qilib keldik. Shu munosabat bilan bizning ruhimizga insonni xijil qiladigan, shundaqla insoniyatning hurmatini qo'zg'aydigan ajoyib nurg'un ma'naviy qudrat mujassamlangan. Biz bo'lsak, go'yo yaylaq bo'rilardek har qanday qiyin sharoitda o'zining irodasi bo'yicha yashaydigan, hergiz qarshi kelgini bo'lmaydi deb qaralgan tashqi kuchga o'zining aziz jonini do'g'i tikib turib zarba beradigan ma'naviy ruhga ega. Ajiba siz yemak ichmak, kunda 5 vaqt ibodat bu millatning jon yildizi. To'y to'kun, nazir chiroq va mashrab bu millatning hayotlik yo'li deb o'ylab qoldingizmi? Qachongacha duo va umid bilan qalbimizdan kechgan o'ylarning bu so'g'isida o'ltirib, sabr bilan saqlaymiz. Sabr qil deganlik, jim o'ltirib kutish deganlik bo'lmasdan, balki sukunat ichida o'zini kuchlantirish yo'lida kurash qilish jarayonidir. Bizningmi boshqalar daxli ta'ruz qilishga bo'lmaydigan qutsal, muqaddas ma'naviyatimiz bor. U bo'lsa-mu erkinlik, mustaqillik va izzat hurmatdir. Bu muqaddaslik mana xuddi yaylaq bo'rilaridek o'z ishini o'zi qiladigan, o'z masalasini o'zi hal qiladigan irodani o'rgatdi. Biz boshqalarning shafqat va himmatiga toyinib yashashni nomus deb bilamiz. O'z tilimiz, o'z madaniyatimiz, o'z tariximizni, o'z adabiyot va falsafamizni o'tadigan maktablarni ochib, avlodlarimizni o'ziga o'xshaydigan,
o'zini tunuydigan qilib yetildirib chiqmoqchimiz. Odamning jasorati shu kishining taqdirini belgilaydi. Biz bo'ri totemiga e'tiqod qilgan xalqning avlodlari bo'lamiz. Xuddi bo'ysunishni rad qilish, yetilakni rad qilish, yayloqdagi bo'rining bo'ri pulishdiki mutlaq prinsipi bo'lganidek, bizning prinsipimiz ham shundoq. Bo'rining ruhi Türk millatlarining jasorat, iroda ruhidir. Albatta, siz mavjud hokimiyatning egasi. Qo'lingizda kuch va huquq bor. Shu vajidan bizga haqsizlik qilish fursatiga erishgan ekansiz. Albatta, o'z hokimiyatingiz uchun bizga haqsizlik qilasiz. Lekin shundaqdimi, siz eng cho'qinadigan avliyo azam Kunzi hazratlarining muno so'zlarini astin chiqarmasligingiz lozim. Bir o'lkada adolatning borligi kishining o'zini erkin ifoda etishidan belgilik bo'ladi. Bir o'lkada adolatsizlikning borligi bo'lsa, xalqining ko'nglini xasta qiladigan buyruq va beshida o'ynab turgan tayoq cho'moqlardan belgilik bo'ladi. Yaxshi insonlar masalalarni hal qilish uchun jafo tortib ajr singdiradi. Xo'sh, endi sizning o'zingizni va meni tushunishingizni umid qilaman. Siz bizning turmushimizni, ruhiy dunyomizni tushunmagandek, bizning muqaddas dinimizni xo'r ko'rdingiz. Siz dinimizni haqiqiy yo'sinda o'rgatayotgan bilimlik o'limalarimizni qatl qildingiz va qilmoqchi bo'lyapsiz. Dinimizni himoya qilayotgan qiyofatga kirib, qo'l ostingizdagi amaldorlaringiz bilan birlashib, xalqni qulning o'rnida ko'rib, har xil teatrlarni o'ynayapsiz. Tungallarni ustimizga selish orqali musulmonning qo'li bilan musulmonni qul qilmoqchi bo'lyapsiz. O'zlarini xalqning himoyachisi ko'rsatayotgan amaldorlaringiz bo'lsa, amaliyotda xalqning yurak qinini sumiradigan parazitlardan qilishmaydi. Ular xalqning butun turmush odatlariga bir ko'z bilan qarab, kamsitib xo'rlamoqda. Bunda xo'rliqda qolgan xalqning yaxshi kunga erishishi aslo mumkin emas. Meni eng ajablantirdigini, hukmronligingizning chaqini fuqarolarning jahiliyatda qolgan kallasi bilan firqiratmoqchi bo'layotganligingizdir. Afsus, shuni unutmangki, biz turklarda shundoq bir oti so'zi bor. Suv ko'zisi suv yo'lida chiqiladi. Ya'ni demakchi bo'lganim shuki, siz o'zingiz to'g'ri deb menga yo'lda halok bo'lasiz. Halok bo'lgandimi, naq o'zingiz ishongan kishilaringiz tarafidan halok qilinasiz. Halbuki sizdak o'z oldiga podsho bo'lib, yurt boshqaradigan odamning dushmani dal o'zining beqinida bo'ladi. Sizni bizlar emas, o'zingizning odamlarimi qabul qila olmaydi. Shu chaqda Mas'ud apandining ma'nilik so'zlarini anglagan Yang Zingshinning go'shlik yuzining muskullari uyushib qolgan bo'lg'achqa, yumshoq, yumaloq qo'llari bilan yuzini to'xtamay uvlab ketgan. Va dutarning harakidek yuziga chaplashib turgan burutlarining cho'risi qizirib, to'shiklari yo'g'nab ketgan edi. Bu holni ko'rgan Mas'ud apandi sal ko'p va ig'ir gap qilayotganligini his qilganda qilib, o'zini sal besib olgan edi. Darvaqa u qattiq hayajonlangan edi. Agar mushu tariqada so'zlayversa, beshiga bir baloning keladiganligi aniq edi. U go'yo g'oyat zo'r qaynamga kirib ketgandek, damolliqqa o'zining nada turayotganligini bilolmay qolgan edi. Yang Zingshinning chiroyini Osilaga xos bir xil asabiylik tumanlari qoplagan edi. U Mas'ud apandi bilan qayta so'zlashishning hech qanday bir natijaga elib bormaydiganligini to'nib yetib, suhbatni oxirlashtirgan va ularni Jangjung yomulidan Urumchi turmusiga yo'tkib o'tishga buyruq tushirgan edi. Mana endi bugungi kunga kelganda o'zini avliyo va Sharqiy Turkistonning birdan-bir hukmroni chog'lagan ana shu zot o'z odamlari tarafidan o'ldirildi va uning o'limi Mas'ud apandilarning erkinlikka chiqishiga vasila bo'lgan edi.
Türmüdün qo'yib berilganligidan suyungan Mas'ud apandi birodarlari bilan birga Urumchida hech turmayla ufuqdan qizil quyosh ko'tarilib, o'zining parqiroq nuri bilan shaharning qorong'uligi ustidan g'olib kelib, ko'k palak gumbizi ostida yotgan tor ko'chalarni, pakar uylar bilan o't va ziroatlar shalong o'sgan taqir etiz dalalarni datti uchiq ko'rsatishga boshlagan yangi bir tongda shafaqning nurida kahravoda qizirib ketgan qizil tog'ni bo'ylab udul ili yo'liga ravon bo'lgan edi. Ular 2 yil jarayonida tortgan barliq jismoniy va ruhiy azoblarini unutishga tirishdi. Darvaqa hayotda qolganlarla unutyalaydi. Unutish bo'lsa, hayot qolgan insonlarga xos xususiyatdir. Hamda vaqt barliq shaylarning va ular to'g'risidagi tushunchalarning ustini yopquchidir. Vaholanki Mas'ud apandi Yanzingşin to'li so'zini naql keltiradigan Kongzining mono so'zini esida chin saqladi. Bilganlar, bilmaganlar ustidan hukmronlik yurgizadi. Ilohun ko'kkizmo Yamuldagi mushaqqatli kunlarni unuta olmay, yo'l bo'yi qo'shaq qetib, naqshi aytib mangan edi. Urumchidan yong'anda iliga qarab mangduq, Yamuldagi zulmni bir-birlab sanab mangduq. Qancha yil o'tib ketdi, tala tuzni ko'rmasdan, jabrini tola tortib, oxiri yanduq o'lmasdan. Yazg'uchi Habibulla Abdumitning Mas'ud apandi nomli tarixiy romanini anglitishimiz bugun o'sha yergacha bo'ldi. Ko'rishguncha omon bo'linglar.